Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan bilinchiklarni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi ikkita tuxumni chaqamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Ustiga 250 ml sut solamiz. Tuz, shakar, razg'itni solib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha ko'pirtirib aralashtiramiz. Mana shunday ko'pikli hosil bo'lishi kerak bo'ladi. Ustiga 125 ml suv, muzdek suv, keraklicha un solib aralashtirishda davom etamiz. Unni oz-ozdan solishni maslahat beraman. O'shanda silliq bir xil massa hosil bo'ladi. Mana silliq bir xil massamiz hosil bo'ldi. Uni ustiga ozgina yog' ham solamiz. Videoda tushmay qolibdi. Va bilinchiklarimizni oz-ozdan solib pishirishni boshlaymiz. Mana shunaqa hovak bo'lib pishib chiqadi. Mana bilinchiklarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, yumshoq bo'lib, ishtahvorjar bo'lib chiqdi. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Xohishga ko'ra ichiga nachinka solib bemalol dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Kanalimga a'zo bo'linglar.